Bir o'zim sizlarga yangi kolleksiyamizni obzor qilib beray, lekin bu qizlar ishonasizlarmi, magazinimni 10 dan 1 qismida. Har bitta kiyimni Guanzhouga borganimda o'zim qo'lim bilan ushab ko'rib, kачествосini ko'rib, premialniy liniyali magazinlardan olganman. Bu meni klientlarim kelib ko'rishganda ham shunday aytishadi. Sizni magaziningizdagi bu sifat uchun bu narxlar juda ham arzon deyshadi. Lekin men bilasizlar, Sweety Store bu meni yana bitta bolacham, как meni hobbim. O'shaning uchun narxlarni xalq bo'lib hammani cho'nchiga ko'taradigan darajada qilib qo'yganman. Aytgancha, bu obzorimda juda ham kam sizlarga kurtkalarni, paltolarni ko'rsatdim, lekin unga ham assortimentlar bor. Korporativchik deysizlarmi, hijobli qizlarimizga deysizlarmi, kengroq yokida sal siqib turadiganroq kiyimlar, xullas qanaqa kiyim qidirayotgan bo'lsanglar, bemalol magazindan topib ketasizlar. Xullas, boya aytganimdek, bu magazinim 10 dan 1 qismi. Yangi kolleksiyada rosa ko'p kiyimlar.